Qovul o'simligi bo'yicha ozgina ma'lumot berib o'taman, birodarlar. Juda ham bo'g'imlar og'rishiga, bellar og'rishiga, beldagi rejalarga juda ham yaxshi yordam beradigan xususiyatga ega bu giyohimiz. Ibn Sino bobomiz tib qonunlariga bu o'simlik bo'yicha juda ham maqtab o'tganlar. O'sha beldagi rejaga, bo'g'imlarga, tizzalarga birodarlar, buni ichish tartibiga kelsak, qo'yish tartibiga kelsak birodarlar, mana shu qovul mevasidan 10 dona yulib olasiz. Bargidan yulib olasiz yarim piyola. Mesorobkadan chiqarib, buni sokini chiqarib, o'sha beldagi reja bo'lsa, og'rigan tizzalarga, og'rigan suyaklarga 25 minutdan yarim soatgacha qo'yasiz. Xudo xolasa, bir hafta mobaynida mana shuni takror qilsangiz, juda ham yaxshi natijalarga erishasiz. Xudo xolasa, to'g'ri, oyog'imiz tagidan o'sadi, yerdan chiqadi, lekin shifosi Allohning izni bilan juda zo'r yordam beradigan, sinovdan o'tgan bu giyoh birodarlar. Ibn Sino bobomiz ko'pchilikni davolab o'tib ketganlar, kitoblariga maqtab. Bu videoni do'stlaringizga jo'natib qo'ying. Xudo xolasa, juda ham foydasi zo'r bo'ladi.